Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ekraniki ko'rmanlari hammanglarniki mushu vaqtda buniki vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz qanday ahvollari? Ahmadjon, uzun bo'ldi. Xeyli uzun bir ta'tilga chiqib qoldik. Yeni ko'rishganimizga xursandman. Yaxshi Alloh Hammamiz shukr. yaxshi Qanday bo'lsin. o'zingizcha to'ldimi? Yaxshi, alhamdulillah. Bugun yangi bir program bilan yangi bir program bilan fidoyilar ekraniki ko'rmanlar bilan ko'rishib o'tiramiz. Qur'ondan bayon bugungi muqaddimasi bo'ldi ekan. Arada biraz uzun bir ta'til bo'lib ketdi. Shu arada hamda nimishqa bek yo'qolib ketdilar, yomonchiq so'rgan do'stlar bor hamda shunga qisqacha bir shu to'g'rilab bir ma'lumot bersizlar. Dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarniki har vaqt xayrli bo'lsin. Bu Qur'on bayon programmasiniki birinchi muqaddimasining o'zini bugun o'tirib qo'ymoqchi bo'ldik. Undan burun bu oraliqda hozir qarindishimiz degandek, biroz yana bir qancha oy degandek oraliqda uzilib qoldi. Sababi bu Qur'onning o'zini Uyg'ur qarindoshlarimiz haqiqiy turda foydalanadigan bir holatga akilayli deb o'tirib, shuni tarjima qilib, tahrirlab va hokazo endi qilgandik. Endi uningga bizniki boshqa qarindoshlarimizdan, dinda o'qigan qarindoshlarimizdan bir qanchasi qatnashgan bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Nurg'un o'zi yerda tuzishibadi, nurg'un xato tarjima qilinib qolgan yerni o'ngishibadi. Ish qilib nihoyat ko'p yordamlarni qildi. Shuningga ularga nihoyat o'zi ko'p minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Hamda shu sohada shu Abdulla Aziz deymiz, yana boshqa ikki qarindishimiz to'rtimiz uning o'zini tahrirlagan bo'ldik. Boshdan oxiri ish qilib shu Abdulla Aziz o'qib chiqqan bo'ldi, qolganlarimiz qarab. İmla xatoligi, jumla xatoligi deymiz, ba'zan yer tarjim xatoligi deymiz, ba'zan yolg'iz qilgan tarjim bo'lg'achqa uning tushib qolgan yerlari bor ekan, menimcha. Shundoq yerdan tortib hammamizni o'ngshab, u to'liq bir o'ngshilib bo'ldimi bilmaymiz, ammo o'zimiz qo'ldan kelishicha bir qatim o'ngshab chiqdik. Ammo yana qancha qatim o'qib chiqamiz, uni bilmaymiz, ammo o'qib chiqmayman, ammo yana qarindoshlar bilan qoidadan bir o'qib chiqish niyatim bor. Ammo eng oxirgi niyat, maqsad shu Qur'onning o'zini Uyg'urlarning masalasini hal qila oladigan bir shaklga kelish. Ya'ni mana shu vaqtida tarixdan buyon uni arablar yoki tarjima tafsir qilganlar arab bo'lmagan taqdirdami shu arablarniki rivoyatlarga, arablarning cho'chaklarga, tarixlarga asoslanib turib, arab jamiyatiga moslashadigan holatda tarjima qiliqliq, tafsir qiliqliq. O sababdan butun tafsirlarni o'qigan diniy olimlar bo'lsin, hozir o'zini olim deb hisoblagan her doktorluqni olgan shunday qarindoshlarimizmi o'qigandan keyin bilmasdan arab jamiyatini tushunishga to'g'ri keladigan gap, arab jamiyatiga muvofiq holatda uning bir ahkam chiqarishga, uning bir natija chiqarishga o'rindigan gap. U tabiiy holda uzun muddat o'qib o'rgangandan keyin o tabiiyatiga singadigan gapga, shuning bilan o'zi bilmaydi ekan, shu yo'sinda shunday fatvo chiqaradigan bir holat shakllanib qoldi. Shuningga bizniki maqsadimiz nima degan vaqtida uni Uyg'ur jamiyatiga to'g'ri Uyg'ur jamiyatining masalalarini hal qila oladigan, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur o'zi siyosiy, iqtisodiy, jamiyat hamma sohasini o'zini hal qila oladigan bir shaklga akilish uchun harakat qilyapmiz. Ammo Qur'onning ichidagi o tekstlarniki hech qanday mazmun jihatda o'zgarish narsa bo'lmaydi. Faqatla uni nimqa vaqtda tatbiqlagan vaqtida Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur siyosati, Uyg'ur erkinligi, Uyg'ur o'zi iqtisodi degan o'sha sohaga moslashtirgan holatda Uyg'urcha tarjima bo'lgandan keyin uni arablar o'qimaydi. Unda bo'lgandan keyin Uyg'urlar o'zining masalasini shu sohada hal qila olsin degan maqsadda shuni qarab ketyapmiz. Inshaalloh maqsadimizga yetamiz deb o'ylaymiz.
Yani bir Şununla eğer hem de bu birinci qaytamlık tükedi de onunla ma bir iş yaptık, iş güç yaptık oldum ki Hı hı. iş yaptık olma şeydi. Yana okuymiz, eğer aşının katnışımı deydigan, yani dini sahada yaxşı okugan qarindaşlarımız bolsa, men yordam qilmayman zadi deydigan qarindaşlarımız bolsa, onu qizg'in qarshi olamiz. Bir guruh bolup, tarixdan buyon bir guruh holatda tarjim qilinmagan Qur'on. Hammasi o'ziniki qayoshi bo'yicha tarjim qilgan, bir odam tarjim qilgan, shundoq bir ishlarni ayt ko'p. Faqat shu siyosiy kengashniki mollari bir guruh bo'lib tarjim qilgan o'xshaydi. Uni ko'rdim, uni hali yaxshi tarjim qilibdi, ammo uningdan boshqalar hammasi mayli Mehmet Salih Damullamning olsun, mayli Yusuf Qarimning olsun, mayli Enes Hacimning olsun, hammasi o'zi yolg'iz tarjim qilgan tarjimalar. Yolg'iz tarjim qilgan vaqtida men bu qatim his qildim. Ya'ni shu o ikki qarindishimiz Abdulaziz Uchchi mush ishning o'ziga bu Abdulaziz maxsus bir diniy maktabni bitirmagan bilan nurg'un mollaniki kitoblarni o'qib bu molla bo'lib ketdi hozircha. Unda bo'lgandan keyin nurg'ulg'an foydasi tekkan bo'ldi. Nurg'un yerlarda zodilqi bizniki esimiz kelmagan masalalarni yoki mazmunlarning o'zi qo'shilgan bo'ldi. Bunga nihoyatda mamnun bo'ldim. Shuningga bu yerda o'zimizning shaxsiy manfaati yoki inovati uchun bir ish qilyapmaymiz. Millatimiz foydalansin, millatimizga foydali bir narsa bo'lsin. Diniy sohadami millatimiz masalalarni hal qila oladigan bir holatni bir kitobning o'ziga ega bo'lsin. Davomli o'zimizning ishini arablarniki ishlarga moslashtirgan holatda, ashuna tatbiq qilgan holatda ish qilgan bundaq bir holat shakllanmasin. O'ngchi boshqa bir millat bo'lgandan deb o'ltirib, shu yo'lga kirdik. Inshaalloh bu ish bir yilniki oxirlarigacha bitadi deb o'ylaymiz, ammo inşallah. bir yilning oxirigacha bitmagan taqdirdami, kelar yilning o'ttirlarigacha bitib kitob olti kelar degan umidda turyapmiz. Bu Qur'on Amin. bo'lgandan keyin bir qatim tarjima qilib keyin anda-munda o'zi nashriyatga berib qo'ysak, u vaqtida toza yaxshi bo'lmaydi ekan. Texmbek Hı. mukammal bo'lish kerak. Qur'onniki maqsadi ham nihoyat yaxshi ifodalanish kerak. Uning ustiga o'zimizniki shu adabiyot sohasida, tahrirlash sohasida hamkorlashadigan qarindoshlarimizga iltimosimiz bor. Hı hı. Inshaalloh uningga keyingi vaqtda bizning ehtiyojimiz tushadi. O Texmbek Uyg'ur tili nemisida Texmbek ravon, Texmbek mazmuni o'zi qoyil qilarliq, nihoyat o'zi ifodalash nimalari ro'shan holatda bir narsa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shuningga bu qarindoshlarimizga yana fanniy sohada shu adabiyot sohasini yaxshi bitirgan, shundaq o'zi yaxshi o'qigan qarindoshlarimizga bu sohada bizniki ehtiyojimiz tushadi deb o'ylayapman. Elbette. Bir qanchasi esimizda bor, inshaalloh. Ammo bu millatning ishi bo'lgandan keyin davomli biz bek boy, mana bir millioner bir insonlar emas, agar millioner bo'lgan bo'lsa edik, bir qancha odamga maosh berib lekin uni qilsak bo'ladi. Shundaq pulimiz sal o'zimiz yetkazib shundaq ketayotgan odam bo'lgandan keyin bu sohada xolis, ya'ni vatan millat uchun millatimizniki diniy sohadagi uzundan birsi shundaq dogma holat tushunib kelgan bu dinning o'zini, hamda uni to'g'ri tushunish uchun bir harakat qilayotgan bir guruh deb o'ylaymiz. Shunday bo'lgandan keyin ashunga yordam qilib, Texmbek uning o'zini yaxshi bir holatda bir kitob holatga keltirishga yordam qilgan qarindoshlarimizni keyingi vaqtda biz izlaymiz deb o'ylaymiz. Agar shunday qarindoshlarimiz bo'lsa, bizniki shaxsiy xonalarimizga xat yozib, agar shu ish boshlangan vaqt qolsa, men yordam qilaman deydiganlar bo'lsa, buning o'zini Xudoyim bo'lsa, nihoyat qizg'in qarshi olamiz, mamnun bo'lamiz. Millatimiz ham mamnun bo'ladi, Xudoyim bo'lsa. Rahmet. Pek yaxşı ma'lumot oldu. Ahmetcan kardeşim, özleri bir Kur'an'dan bayan başlap kettik. Özlerimi biraz bir kiriş söz kısmına. Kızım demiş yukarı kettiler, biz de çabuk ketilamay kaldık. Bu bayağı kağı demiş dediğim Estağfurullah. Estağfurullah. Ben de artık yaklaşımıma hacı yok.
Uyg'ur tarixida ba'zi qarindoshlarimiz Facebookda va yozma e'lon qildi. Dastlabida bizmi biroz yoki masalan men o'zim nihoyatda dilg'ulab, chunki yoqdi desak haqiqat, inkor qiladi desak rad qiladi desak, qabul qiladi desak u mas'uliyatning ig'irligidan, beshimizga tushayotgan besimning ig'irligidan nihoyatda jiq iztirob chekdik. Ammo kunlarning o'tishi bilan, Allohning rahmati bilan kun sari bir daldan qish qo'yib, oxiri yo'g'on binoni bitkazgandek, bu Allohning vahiysining manbasi bo'lgan Qur'onni manba qilgan din haqidagi tushuncha asosan to'liq bir surat oldi keldi-da. Shundan boshqa Kirim ustozningki dinni tushunishida hozir bizga kelgan ulamo deb atalgan qarindoshlarningki ko'pinchisining arab territoriyasi chemberki ichidagi qapsiliq qilishini bo'sab chiqqan bir nimasi bor, simosi bor, himmati bor. To'g'ri. Va undan boshqa shu millat, jo'g'rafiya va guruh, ya'ni iqlim, aqida, mazhab qatorliqlarning butun chegaralaridan muvaffaqiyatga o'tdi bu Kirim ustozning o'tirib qo'yib bayon qilgan ilgarigi darslari. Zidlik asosan ko'rilmadi. Uning bilan biz bu oziq olgan bo'ldik. Shunga Qur'onni zaten tafsili baştan endi o'rganib chiqili degan planni qildik. Lekin o'tirda tarjimalarning yana shu aslidagi yalang'och tarjimalar tufayli boshqa tildagi tarjimalarningki ana tildagi saviyamiz bilan ikkisini orasida farq bo'lganligi sababli ana tildagi tarjimadek manfaat ololmaydiganligimizdan, xuddi lag'mandek tetimaydiganligidan buni qabul qilish to'g'ri keldi. Ustoz Kirim ustoz bu tarjima qilayotganligini aytgan. Biroz aldirab ketdik. Shu Qur'onni boshdan kitobnoma chiqarildi. Boshdan shu ekran orqali yana bir dars qilib o'rlashtirgan bo'lsak deb talablar bo'linib yurib, axiri bugungi programma ro'yobga chiqqan bo'ldi. Inshaalloh oldimizgi fursatlarda shu Qur'onningki millat, aqida, mazhab va jo'grafiyani hal qilgan, ya'ni butun insoniyatga o'rtaq bo'lgan xitobini bevosita ana tilimizda anglashga taqozo bo'lib, shu programmada shuni umid qilib turyapmiz. Ben Kirim ustozga ishonaman. Inshaalloh bu ishda oxirida ya'ni muvaffaqiyatli bo'lganligiga. Chunki oldingi darslarda aql olmas darajada bak yengiladi. Uni hozir deb o'tirishning hojati yo'q. Keyin o'tgan xizmatlardan natija hosil qilgan, bir xulosa chiqargan bir ko'zlar xolis o'tirg'i chiqib qolsa, shu chog'da uning ta'rifotini boshqacha anglaymiz. Bugun biz degandan jiq nimasi bo'lmasligi mumkin. Shunga so'zni to'xtatay, xulosalab aytsak, Qur'ondan bayon degan bu tema bilan oldimizda inshaalloh Qur'onningki asli yalang'och holatini bizga Allohning xitobini bevosita ona tilimiz orqali anglash taqosasida turibdi. Alloh kuch-qudrat bergay, armag'aysizlar. Amin. Nurg'un riyozatlarni boshdan kechirdik, qarshiliklarga duch keldik, ammo bosh egmadik. Hammalar ko'rib turdi. İnşallah oxirgi chiqqan chog'da biz to'nigan haqiqatni to'nigan chog'da bugun shalini chachqan, g'azablangan, boshlarini mushriklarga o'xshab cho'mkilib, ko'zlarini o'xshash qo'yib yotgan qarindoshlarimiz, ya'ni og'izlarini. Bu qarindoshlarimizning bir kuni cho'qim pushaymon bilan hasrat chekib turib, hidoyatga qaytadiganligiga ishonamiz. Shunchalik. Rahmat. Allah razı olsun. Emdelikle hakikatni tonuş, onun bu bir mesele, ondan onu oturup kuyalış dadıllık bilençi. Al pek çok mesele şu. Şuna ustazın Allah razı olsun. Sildimli bizden aklımızda turup kollap kuvvetlep gelliklerden Allah mün mertebe, kürmün mertebe razı olsun. Sizge merhaba. Şu ekranda çıktı. Muşlar tuğanın özümü.
bek cho'ng ish endi. Ekranga haqiqatni bilib turib, ekranga yoki jamoat so'riniga chiqib, ikki og'iz gap qilmayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Misol, biladi. To'g'ri. Turkiyadan bor, dunyoning har qaysi yerlarida bor qarindoshlarimiz. Ammo Alloh taolo ularga bir jasorat, bir nisb qilsin deb tilavatimiz inshaalloh. To'g'ri. Agar shu sohada bir 10 az olsa bir 20 shu diniy olim sohasidagi insonlardan 20 odam o'tirib chiqa olsa, millatniki burilish bir nuqtasi qoladi deb o'ylayman. Millat tiz o'zi shu to'g'ri tarafga burila oladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu halqi masalan bu ishni qilish bek o'ng'ay emas. Shu Yevropada 150 yil ketganki, shu diniy islohotniki nemisi. Bizning millatimizda hamda yangidan boshlanyapti desakmi bo'ladi, ammo biz emas, burunmi boshlanganki biroz o'simi. Ammo bizning zamonimizga to'g'ri keldi bu ishning o'zi. Bundan keyin davomlashtirganlar bo'lib qolsa, u vaqtda texnik bu halqi ularningmi bir eg'ir bir vazifa ustiga tushdi deb o'ylayman. Shuningga bu yerdagi o'tganki programmada asosan ahkam sohasida, iymon, e'tiqod sohasida, undan keyin shu shayton deymiz, perishta deymiz, qiyomat deymiz, shunday sohada nihoyat ko'p to'xtalgan bo'ldik. Asosan shu sohada to'xtalgan bo'ldik, undan keyin haqdan o'l botil din haqida to'xtalgan bo'ldik deydi. Endi bu bugungi shu hozir muqaddimasini bugun boshlabdik. Bundan keyin shu davomlashtirganimiz nima degan vaqtida Qur'onning ichidagi mayli har qanday narsa bo'lishini qat'iy nazar, hatto Qur'onning ichida shu o'tgan payg'ambarlar va uning qarshisidagi insonlarniki voqealigi tarix tarafdan ham nima tarixiy bir sohaga nima qilib turib, shu masalan Musa alayhissalomning voqealigi, payg'ambar alayhissalomning Isa alayhissalomning voqealigini tortib hammani shu Qur'onga asoslanib turib o'tirib qo'yamiz, hattoki ularniki maqsadi, g'oyasi nima ekanligini tortib Qur'onda zaten aniq yoziqliq, shuning o'zini o'tirib qo'yish orqali millatimizni yana bu sohada xabardor qilamiz deb o'ylaymiz. Ham uning oldida hozir shu Qur'onga kirishning oldida dunyoda insoniyat, ya'ni inson degan bu maxluqning o'zi paydo bo'lgandan tortib toki bugungi kungachilik bizni kim yaratdi? Biz qanday paydo bo'lib qoldik? Bu atrofimizda koinotni kim yaratdi? O'zligidan paydo bo'ldimi yoki bir yaratquchi bormi? O yaratquchi bo'lsa birmi yoki bir qanchimi? Deganga o'xshash shunday nurg'unlagan o'z talash tortishlar bo'lib, hozirgi dunyoda bu e'tiqod sohasi mingdan oshadi. 1000 xildan oshadigan darajada shunday o'z e'tiqod sohasi va Budda diniga o'xshash har xil shunday nurg'un sohada her bir dinning ichida masalan islom dinini misol olsak, islom dini deb bir jumla kelim bilan o'zi so'zlagan bo'lsakmi, lekin uning ichida yuzlarcha o'z mazhablar bor. Misolda e'tiqodiy mazhablar, ahkam mazhablari deymiz, har xil mazhablar bo'lib, 100 xildan ortiq mazhablar bor. Ularning har birisi hozirgi vaqtda bir din holatiga keliklik. Xuddi shunga o'xshash Yahudi dini deymiz, Hristiyan dini deymiz, Budda dini deymiz, ashunday dinlarning hammasida har birisiniki bir qancha mazhabi, o mazhabning ichida yana mazhablar, ashunga o'xshash param-parcha bo'lib ketishlik. Shu e'tiqodlarning paydo bo'lish jarayonlari oldingi darslarda shu 1-chi, 2-chi darslar, 3-chi darslar, balkim 5-6 dars shu sohada bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu nihoyat keng ko'lamda bir nima qildi, masalan, dinlar tarixi degan kitobni o'qisak, dunyoda paydo bo'lgan dinlar qanday holatda paydo bo'lgan, bir qism dinlar shu vaqtda yaxshi niyat paydo bo'lgan bo'lsa-mu, keyingi yomon niyatni suiiste'mol qilingan shunday nurg'un sohalar bor. Buni shu tafsili qilsak oylar tugmaydi bu. Ammo shuni bir qisqa chiqib o'tirib qo'yib, Qur'oni Karim dunyodagi butun misol minglarcha din, minglarcha o'zi millat hozirgi vaqtda shunday bo'linib ketgan. Shunday bir jamiyatning o'zini birlik keltirish nimasi birlik keltirishga qo'ygan o'zi prinsipi nima?
Qur'oni Karim qandaq o'z prinsiplar orqali uni birlik keltirish nimalarini qilgan deganga o'xshash shundaq o'zi nimalda nihoyat keng ko'lamda to'xtalamiz. Uning ustiga Qur'oni Karim e'tiqod yana islom dini, mana shu vaqt islom dini e'tiqod dinimi yoki bo'lmaydi, amal dinimi? E'tiqod dinimi yoki bo'lmaydi, tuzum dinimi? Tuzumni asos qilamiz. Bundaq sohalarning hammasini texnik keng kushadi qilib o'zi o'tirib qo'yamiz bu qatam. Uning ustiga Qur'oni Karimdagi Allohga ishonish, oxiratga ishonish, do'zaxdan qo'rqitish, jannat bilan bishorat berishga o'xshash mush so'zlarning hammasining o'zini biz nima maqsadi deyilganligidan tortib Qur'oni Karimda shu oyatlarni akib turib, hammasiniki zodin maqsadlarini bir-birlab o'tirib qo'yish orqali millatimiz bir qanoat qiladigan darajada ish qilib, ko'p sondagilar ham johildan boshqa deyli. Asosan bir qoyil o'g'dek darajada o'tirib qo'yamiz deb o'ylayapmiz. Yani ondan boshqa e'tiqodlarniki, ya'ni dunyo tarixida paydo bo'lgan e'tiqodlar insonlarga qanday foydalarni kelgan va qanday ziyonlarni kelgan misolda. Agar e'tiqodning o'zini to'g'ri e'tiqod bo'lgan bo'lsa, uning foydasi to'g'ri e'tiqodni suiiste'mol qilgan vaqtda uningki ziyni qanday bo'lganligi haqida nihoyat o'zi uni nihoyat ko'p o'tirib qo'yamiz inshaalloh. Undan boshqa insoniyat jamiyatidagi masalan shu payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karim bundan 1400 yil burun tushgan kitob bo'lg'achqa, u qulluq davrida tushgan bir kitob hamdi. Shunda qulluq davrining o'zida bu kitob nimani maqsad qilgan? Hozirgi zamonda qanday o'zi hozirgi zamondagi masalalarni qanday Qur'oni Karimga tatbiq qilg'ili bo'ladi? Misolga, u 1400 yil burungi bo'lgan bir kitobning o'ziga qanday bu hozirgi taraqqiy qilgan bir zamondagi qulluq zamoni emas, shunday bir zamondagi voqealikni qanday tatbiq qilg'ili bo'ldi? Buni o'zini nihoyat yaxshi o'ttirg'a qo'yishni maqsad qilyapmiz xudoyim bo'lsa. Andekin asosan insoniyat jamiyatida paydo bo'lgan diniy e'tiqodlarniki asos qismi iymon, ya'ni ishonchga e'tiqod deganimiz shu. E'tiqod degani iymonniki netinchisi deb qaraldi. Iymon degani bir narsaga ishonish. Ishongandan keyin paydo, ya'ni orliqdagi bog'lanish, ya'ni ishongichlar ishonilguchining o'rtasida paydo bo'lgan bog'lanishni e'tiqod deb qaraydi. Bu e'tiqodki bo'lgan o'z erkinlik va kazo naskeraklar Qur'oni Karim qanday o'tirib qo'ygan jamiyatni taraqqi jamiyatni nim qilish, masalan jamiyatni kontrol qilishda e'tiqodning qanday rollari bo'lgan, Qur'on uning qanday qaraydi, shu Qur'onning o'zi har bir o'zi masalalarni e'tiqod sohasida bo'lsin, ahkam sohasida bo'lsin, jamiyat har xil sohada bo'lsin, shuning o'zini Qur'on buning qanday javob beradi. Misolda, shu sohada uni so'zlab bo'lgandan keyin buning bir Qur'onning javobi nima deganning o'ziga alohida o'tirib to'xtalamiz. Anday Qur'onning o'yab bergan javoblarini o'tirib qo'yish orqali xalqimizni shu sohada xabarlantiramiz inshaalloh. Undan keyin bu insoniyat jamiyatida bo'lgan bu voqealikni bir qur o'zi o'tirib qo'yib bo'lgandan keyin maxsus uning o'zini torlashtirib Uyg'ur jamiyati, ya'ni Uyg'ur jamiyatida bo'layotgan masalalar, uning o'zini bu Qur'oni Karim orqali qanday hal qilib bo'ladi? Misol, bizniki asosiy maqsadimiz bu. Ya'ni o'zi dunyodagi butun insoniyat jamiyatidagi masalalarni hal qilishni orzu qilgan bo'lsak-mu, u bizniki asosiy maqsadimiz emas. Zot maqsadimiz bo'ladi, ham kuchimiz yetsa u maqsadimiz bo'ladi. Va lekin biz o'zimizniki kuchiga nimasiga loyiq holatda uni o'ttirib qo'yish yo'l birga asosiy maqsad Uyg'ur jamiyatidagi masalalarni qanday hal qilish. Misolga, bunga markazlashimiz. Chunki din insoniyat nima arablarniki jamiyatiniki masalalarni hal qilgan andaq-mandaq degan nurg'ulg'an gap so'zlar bor. Uyg'urlarniki jamiyatini hal qilolmagan degan mundaq ma'noga to'g'ri keladi. Shu vaqtda biz buning o'ziga alohida to'xtalamiz. Ya'ni Qur'oni Karim zodi
Uyg'ur jamiyatidagi har qanday bir jamiyatdagi masalalarni agar shu Qur'ondagi prinsiplarga uyg'un harakat qila olsa, hal qila oladiganligini biz bundan alohida o'zi Qur'oni Karimdagi dalil isbotlarni, undan boshqa Qur'oni Karimda shundoq jamiyatdagi masalalarni hal qilgan payg'ambarlarni so'zlash orqali bu masalalarni millatimizga tunishtiramiz. Undan keyin yana Uyg'urlar nurg'un qarindoshlarimiz hozir shu Facebook'daymiz, shu sotsial medianing o'zida nurg'un narsalarni yozyapti. Misol islomni qabul qilgandan keyin Uyg'urlar degan misli ko'rilmagan deydi. Misli ko'rilmagan degan gap men kallamni faqat o'tmaydi. Misli ko'rilmagan darajada ilgarilab shundoq o'zi bak ilmiylashib, andaq qilib ketganlik to'g'riliq narsalarni yozganligini ko'rdim. Ammo men buninga ancha bak qoyil olmayman, chunki Uyg'urlar shu Uyg'ur Urxun xonligi deymiz, 744-yil qurilgan shu davlatning vaqtidagidek bir o'zi taraqqiyotga islomni qabul qilgandan keyin ega bo'lolmagan. U Uyg'ur Urxun xonligi zamonasida eng cho'ng xatolik nim bo'lgan degan vaqtida Uyg'urlar shu vaqtda mani dinni qabul qilib qilib, u mani dinda pashchivinni o'tsang bo'lmaydi degan shunday bir qoida borki, ashning bilan Uyg'urlarniki jangovarligi suslashtirib etilgan. Buningga 100 yil amal qilgan Uyg'urlar keyin o'zi islom dinini qabul qilgandan keyin islom dininiki e'tiqod qismi bilan ibodat qismiga chin esilgan, uniki siyosiy, iqtisodiy, ilmiy sohasiga esilmagan. Keşkiçi öz gap qiling desa, Allohning bor birligi, payg'ambarning mo'jizalari, kaza Allohning qudratlari haqida so'zlaydigan bo'lgan. U Allohning qudratini so'zlashning sirtida, ya'ni Qur'oni Karim nurg'u yerda bor. Fala tag'urrannakum mul hayati dunya vala nima billahil g'urur degan bir oyat bor misolda. Allah'niki yaratgan narsalar bilan mag'rurlangan. Men degan Xudoga ishondim deb o'ziniki Xudoga ishonganligini, payg'ambarga ishonganligi bilan mag'rurlanib, po'chilik qilib deydi, mana shu vaqtda boshqalarni ko'z qilmaydigan shunday bir holat shakllangan. Ammo Qur'oni Karim desa, Alloh bilan mag'rurlanishning o'zini tamoman cheklagan misolda. Men Allohga ishondim deb o'tirib, ishonmagan odamlarni haqoratlashning o'zini Qur'oni Karim cheklagan. Sen ishensang o'zingga qarta ishinyapsan deganlik gap bo'ldi. Undaq bo'lgandan keyin boshqa ishonmagan odamni uning qarta haqoratlashing bo'lmaydi degan undaq ma'nodagi oyatlar u. Bundaq sohani o'z ko'p Qur'oni Karimda 15 tek o'rinda bayon qilindi ekan bu. Bu sohada nihoyatda keng to'xtalamiz, chunki bir odam iymon etish bilan, ibodat qilish bilan u odam o'zi boshqa insonlarning alohida bir inson bo'lamaydiganligini, u faqat insonlikdan nasibasini olgan vaqtida u o'zi to'g'ri inson bo'lganligini, xato ish qilmagan vaqtida u o'zi Allohning dargohida hurmatga sazovor bir inson bo'la oladiganligini Qur'oni Karimda zaten bayon qilib, inna akramakum indallohi atqakum. Shunga o'xshash o'zi nuqtalardami nihoyatda ko'p to'xtalamiz hamda millatninki birligi, barobarligi uchun hech bir zaman bir odamniki qaysi din, qaysi e'tiqod, qaysi mazhab bo'lishniki hech qanday rolining yo'qligi Qur'oni Karim uning o'zini ochiq bayon qildi. Bu sohadami nihoyatda to'xtalib o'tamiz Xudoyim bo'lsa. Undan boshqa bütün payg'ambarlar, masalan, Musa alayhissalom deymiz, Muhammad alayhissalom deymiz. O'sha payg'ambarlarning o'zi masalan Muhammad alayhissalomning hozir shu yaxshi tushunib o'qisa, Muhammad alayhissalomniki Qur'oni Karimdagi nimalarni, tarjimonlarni o'qigan vaqtida shu zamonda shu O'rta Sharqda chiqqan Atatürk, ya'ni Mustafa Kemal Atatürk deyishga bo'ladi, misolda. Nima uchun degan vaqtida shu yerda bütün o'zi diniy sohadagi har qanday din, mayli Yahudi dini bo'lsin, mayli Xristian dini bo'lsin, mayli islom dini har qanday e'tiqoddagi insonlarning hammasini o'z ichiga ola oladigan, ya'ni hamma odam har qaysi din, qaysi mazhab, qaysi irqdan bo'lishdan qat'iy nazar adolat oldida barobar ekanligining o'zini o'tirib qo'yish orqali bir davlat qurgan bir kishi.
Анда bo'lgandan keyin nurg'unlagan masalan Makkaning fathisidan keyin nurg'un shu nimaning o'zini Budda markazlarining o'zini, ya'ni butxonlarning o'zini cheqib masalan birinchi chiqib Ka'badagi 360 tane butning o'zini urib cheqib yo'q qiladi. Undan keyin u yer bu yerda bir taldan ikki taldan tiklangan butlarning o'zini urib cheqib, u yerni arablar ba'zi yerlarda atrofini qurshab qo'ygan, ba'zi yerni to'pisini yeb qo'ygan, xalqi pasha ibodat qildi. Undan keyin o butliga aş yerda 8-10 odam egib oladi. Egib olib, o aş kelgan odamlar uning hadiya akeldi, uni akeldi, buni akeldi. Aşının o'zi o bir parazitga aylanib, xalqni qanni sho'raydigan shunday bir insonlarga aylanib olgan. Men mushu sohadimi payg'ambar alayhisalom nihoyat ilg'orlik bilan kuchi shu Raurus kuchlangan vaqtida undan tamamen mushu ibodatxonalarga egib olgan. Egib olib, xalqni e'tiqodi orqali xalqni o'ziga moyil qilib olib, uni o'zi foydalanish manbasi qilib olgan insonlarni tamamen o'zi o'tirdan qoldirgan. Liq sohasida nurg'unlagan o'zi nima voqealiklar Qur'oni Karimda bayon qilindi. Bu sohadimi nihoyat keng kushar to'xtalamiz deb o'ylayman. Ammo bu yerda nihoyat yani uchiq oshkora o'zi deb qo'ydigan bir nimamiz bor. Biz bu yerda faqatla maqsadimiz nima degan vaqtda biz Uyg'ur millati, biz o'z tarixda madaniyat yaratgan, tarixda nurg'unlagan davlatlarni qurgan, dunyo tarixiga o'chmas o'zi tuhfalarni qo'shgan bir millatniki avlodlar biz. Bu yer maqsad nima degan vaqtda mushu millat, mushu aşı holatdagi Uyg'ur millatiga qaytish. Ya'ni o'zimizni haqiqiy bir Uyg'ur millat holatimizga keltirish o'zimizni. Mushu uning uchun o'z kurash qilamiz biz. Bunda deganlik nima degan vaqtda nurg'un odamlar o'ylab qoladi, bu arablar va Uyg'urlarning orasida yoki boshqa musulmonlar bilan bizning oramizda ziddiyat paydo qilish uchun manda qilyapti deydi. Bizning undaq bir muddaimiz yo'q. Ularni o'zining ishini qilaversin, bizniki hech qanday bir boshqa millat, Xitoydan boshqa hech qanday bir millatning o'zi bizniki dushmanimiz emas. Uni zidlashmaymiz. Onun paydalanadigan yeri olsa paydalanamiz. Ularimiz zaten bizning paydalanadigan ishi olsa paydalanyapti. Unda bo'lgandan keyin bizmi o'zi navbatga paydalanamiz. Ammo hech birisi bizniki dushmanimiz emas. Bizning dushmanimiz hozir yetib eshyapti, bir tala dushmanimiz bor zaten. Unda bo'lgandan keyin bu yerdagi bu devatqani arab madaniyatidan chiqib Uyg'ur madaniyatiga biz tashviq qilganimiz arablarga o'chmanlik paydo qilish. Arablar va Uyg'urlarning o'rtasida o'chmanlik paydo qilish uchun emas. Sen Uyg'ur ol deganligimiz bu. Sen arab emas, Uyg'ur bo'lgandan keyin sen Uyg'ur bo'lishing kerak. Bu yerda sen o'zing Uyg'ur deysa, undan keyin sen arab bo'lsa, bunda qilsang bo'lmaydi. Yani her millet o'ziniki milliy kimlik, milliy ruhi bilan yashash kerak. Bu sohadan ait keng kushar to'xtalamiz, chunki payg'ambar alayhisalom bütün o'z qabilalar, shu O'tir Sharqda har xil nom bilan atiladigan qabilalarning o'zini hammasini birlashtirib, arab degan bir nimaniki bir chati ostida hammasini birlashtirib, bir arab qilib, bir davlat qurib berib, tugab ketdi bu dunyodan. Demak, bu payg'ambar alayhisalom nihoyat o'zi cho'ng, arablarga nihoyat o'zi cho'ng, ulug' bir ishni qilib bergan bir odam. Unda bo'lgandan keyin o payg'ambar alayhisalomga kech kunduz o'zi durd esimi, ularniki o'zi ularning haqqi, o payg'ambar alayhisalom haq tugumadak darajada shunday bir narsani qoldirib qo'yib ketgan. Uning oldida hech qanday, masalan, O'tir Sharqning o'zini Rumliklar bilan o'sha Parislar egallab olayib qolgan. Hattoki Makkagami Rumliklarniki odamlar kelib bo'lgan. Masalan, payg'ambar alayhisalomniki ayolining tog'isi, ya'ni Xadija onamizniki tog'isi nima Varaqat ibn Nawfal degan odamning o'zi o'sha yerda Tavratning o'zini İbranicha yozilgan Tavratni arabcha, shu hozir shu bizning molla arabchani uyg'urcha tarjima qilib tabliq qilgan o'xshash tabliq qiladiki. Demak, o'shaning o'zini xristianlashtirish, shu nimaga Rumga tava qilish ashundaq maqsadida kurash qilinayotgan bir paytning o'zida payg'ambar alayhisalomdan iborat bu kishining o'zi o'tirib chiqib, o arablarni birlashtirib, o Rumliklarni qo'ldan qutuldirib, o burun elqi hammamizni qiblasi bir deb, o Yahudlar bilan
bir qibla qargan bo'lsin, keyin kuchlangan vaqtda u qiblani qilib, arablarning qiblasini ayrim qilib, misol Qur'oni Karimdagi buyrug'i bo'yicha uningdan keyin o'zi qilgan. Demak, bu yerdagi masala nima degan vaqtda Arabni payg'ambarlar u millatni boshqa bir millatga aylantirib o'tish emas. Alloh taolo u millatni millat qilib yaratgandan keyin u millatni o'z xarakteri bilan bir milliy ruh bilan tarbiyalab chiqib, bir millat holatida millat holatiga akagan. Mana aytgan vaqtida. Undan keyin masalan payg'ambar alayhisolamdan keyin 1258-yilgachilik arablar 650 yil atrofida shunday o'zi hokimiyat so'rgan. Demak, ashning hammasining asosi nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalom shu yerda nurg'unlagan davlatniki o'z asoslarini qurib berganligi uchun ashundan foydalanib ular uzun muddat o'zi nima davlat so'rgan. Shuning uchun bizniki bu sahar degan vaqtda bizmi u yerda bizning foydalangan yerimiz biz payg'ambar alayhisalom ular arab bo'lgandan keyin arab bo'lishga chaqirgan bo'lsa, bizmi o'zimizning xalqini Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'ur bo'lishga, haqiqiy Uyg'urlik ruhi bilan yashashga buning o'zi chaqirish bizning vazifamiz. Bu o'zi Alloh taoloning oldidagi bir vazifa deb o'ylaymiz. Millatimizning oldida ham vazifa. Shuning uchun buning o'ziga boshqa bir fatvo chiqarib, boshqa bir musulmonlar bilan bizning oramizda ziddiyat paydo qilish uchun mandaq deyotdi, andaq deyotdi degan pishni pasatchilarniki hech qanday o'zi bizniki bu nemimizda o'rni bo'lmaydi. Onun o'zi hech qanday asosi yo'q. Biz uning qarta hech qanday gap qilmaymiz, chunki arablar olsun, farislar olsun bizniki dushmanimiz emas. Biz dushman degan nima degan vaqtda biz shu o'tganki masalan Qur'on nazar programmamizda degandik. Dushman degan nima deganga Qur'on qanday javob berdi degan vaqtda sana hujum qilgan nima? Hujum qilgan taraf dushman. Kim bizniki vatanga hujum qilib bizni vatanni besib olgan bo'lsa, u bizning dushmanimiz. Bir og'iz gap bilan. Endi hozir shunda qarasak, kim o bizni vatanimizni besib olgan? Demak, u chiqib turdi. Xitoy. O arablar kelib besib olmadi, farislar kelib besib olmadi, boshqa bir yo turklar deymiz, yo ko'maydi. Bu yevropaliklar kelib besib olmadi. Biz bularning o'zini e'tiqod sababidan g'arb davlatlarini dushman deb qaramaymiz, chunki Qur'oni Karimda e'tiqod sababidan bir odam dushman tutishga bo'lmaydi. Shuning uchun bunda halning o'zini Qur'oni Karimdagi shu payg'ambarlarniki ish izlarini tunishtirgan vaqtida nəhayət o'zi keng kushab to'xtalamiz deb o'ylaymiz. Xudoyim bo'lsa, millatimiz Qur'onniki mushu milliy ruh deymiz, milliy madaniyat deymiz, milliy mustaqillik deymiz, siyosat deymiz, iqtisod deymiz. Bizniki eng yeshilmay kelayotgan masalalarimiz bu. Ibodat o sohasining o'zini har odam o'zi qarta qanday yashab olsa, yashayversin. Keç gündüz namaz okumda, keç gündüz roz tutamda bizning hech qanday ishimiz mi yo'q. Ammo u narsa faqat o'ziga bo'lishini o'zini tavsiya qilamiz. Men o'zimga bu qilgan ishim deb har odam o'zi ibodat qilsin, iymon etsin, o'zimga deb qilishi lozim. Qur'oni Karimdagi prinsipiga asosan asla o'zi u iymon etish bilan iymon etmagan odamlarga dushmanlik saqlash, g'um saqlash, ibodat qilgan odamlar ibodat qilmagan odamlarga g'um saqlash mundaq niyatda ish qilishga bo'lmaydi. Qur'oni Karimning maqsadi buning o'zinimi biz bu sohada Qur'oni Karimdagi shu oyatlarga asosan tafsil to'xtalamiz hamda shu payg'ambarlarniki voqealigi o'tirib chiqqan vaqtda biz buni nihoyat keng kushada tunishtiramiz. Hamda eng oxirgi yana bir o'zi jumla, yana bir nima so'z Qur'oni Karimda nurg'un payg'ambarlarniki voqealigi zikr qilindi. Masalan, Ibrohim alayhisalom, Nuh alayhisalom deymiz, Yusuf alayhisalom, Musa alayhisalomga o'xshash shunday nurg'un payg'ambarlar zikr qilindi. Biz buni tarixiy nuqtadan uning o'zini isbotlamaymiz. Chunki biz tarixchi emas, buni isbotlashni xohlamaymiz. Uning uchun biz tarixiy nuqtadan buni isbotlamaymiz. Faqat diniy nuqtadan, ya'ni Qur'onga asoslanib turib, buniki qilgan ish harakatlarini o'tirg'i chiqarish orqali biz qanday qilishimiz kerakki? Masalan, Musa alayhisalomniki voqealigidek bir voqealik kelib qolgan vaqtida bir liderniki, bir millatni qutqizish uchun o'tirg'i chiqqan lider qanday bo'lish kerakki degan masala ustida to'xtalamiz. Isroil avlodlari u yerda o'tirg'i chiqqan vaqtida millat liderga bo'lgan o'zi
İşençisi onun əgəşməslik məsələsidir. Qandaq buluş kerekligi doğruluq. Toxtalımız, toxtuluş arqılıq qandaq olğan çağda o millət qutulalaydı ki, misalda, zulümdən. Bundaq məsələ Qur'an-ı Kerimdə jiq təkidlindi. Şunun üçün biz bunu kən kuşadı şu növbət kelgan çağda toxtalımız. Yəni onunğa biz kirishgan vaqtida lider degan odamlarmi zoti qandaq odam ekanligini millatimiz shunda qarab bilib olaydi. Yani lider degan ashundaq bo'lgan vaqtida u millat mutlaq holatda o zulmdan qutulganligini o millat ishonch qila oladi degan gap. Yani shu Qur'oni Karimda bizga o'tirib qo'yilgan liderlar, masalan Muhammad alayhissalom bir lider, payg'ambar, ham arablarni qutqazgan bir lider. O'ng qo'limga kunni, so'l qo'limga oyni bersam, bu yo'ldan qaytmayman degan darajadagi bir irodalik odam. Misalda lider ma u. Biz uchun Xitoy azroq pulni verib qaytib kelgan nurg'un liderlar bo'ldi misalda. Bundaq bo'lmaydi. Sen osh qalsangmi, to'q qalsangmi, zot qalanda bo'lib ketsangmi, podsho bo'lib ketsangmi, sen lider, shu niyatingdan, shu maqsad g'oyangni qaytmasang kerak. Shu niyatda o'lishing kerak sen. Shu Qur'on boshini o'zini bo'raydi. Onun üçün biz liderga qandaq bo'lganligini Qur'oni Karim nihoyatda o'zi yaxshi o'tirib qo'ydi. Lider o'tirib chiqqan vaqtida u insonlar, yana o'zi bizniki yani xalq, yani har bir liderniki oqistma xalqning o'zi uning qandaq itoat qilish to'g'riligini Qur'oni Karim nihoyatda yaxshi o'zi bayonlab o'tirib qo'yildi. Uni qas sohatini o'zi desteklash, qas sohatini o'zi himoya qilish sohasida nurg'unlagan oyatlar bor, nurg'unlagan voqealar bayon qilindi. Demak, u yerda liderning vazifasi qandaqki, uning ergishgan xalqniki vazifasi qandaqki. Bu nihoyatda o'z Qur'oni Karimda nihoyat uch holatda bayon qilindi. Shuning uchun bu qatim inshaalloh bugun muqaddimasida shu biz oldimizda o'tirib qo'yilgan bir qism o'tirib qo'ygan masalalarning bir qismini hozir devatimiz, uni hammasini endi desak shu necha kun to'xtamay so'zlasak tugmaydi. Shu asosli nuqtalar shu markazlashidi. Ammo aniq bilib qo'yish kerak, biz hech qanday boshqa bir millatni Uyg'ur millatining orasida dushmanlik paydo qilish yoki dinga qarshi, ya'ni islom diniga qarshi bir narsa paydo qilish o'xshash bundaq bir narsa aslo mavjud emas. Yani undaq narsani ham qilib boqmadik. Masalan, Mirkamil Qashqarlimi, asho ahmoqmi bashbatman narsa yezib shundaq bemencha o'zini o'zi nim qildi. Bundaq o'zini ahmoq qilishga hojat yo'q. Bu yerda agar bizniki bir qism shu nimada ekranda so'zlagan yerlarimiz kallasidan o'tmasa, bizniki shaxsiy xonimizga xat yozsin yoki bizga telefon qilsin, so'zlashayli. Onun hech qanday bir problem yo'q. Ammo bu yerda bir-birimizni sestish uchun harakat qilish bu nihoyatda og'ir bir jinoyat desak bo'ladi. Chunki biz ilm ahli bo'lgan insonlar aslo o'zi bir-birimizga bundaq saranglarcha yoki bo'lmaydi, bundaq haqorat qilish, bir-birimizni tillash bu to'g'ri narsa emas. Chunki bizning yuragimiz kechkunduz millatni qanday qilganini qutqizamiz. Milletimiz qandaq Uyg'ur millati holatida qolib qoladi dunyoda va davomlashadi va qandaq qilganda u Xitoyning zulmidan qutula oladi. Mush sohatli izlayotgan odamlar biz. Boshqa hech qandaq bir muddaoyimiz yo'q. Agar bizniki boshqa manfaat muddaoyimiz bo'lgan bo'lsa, boshqalarga o'xshash biz hikoya setib, qani aldab yurib pul topgan bo'lardik. Biz undan pul tepish niyatimiz yo'q. Ishlayapmiz. Mana hozir 60 ga yaqinlashdim, ishlayman men. İşlep o'zi jenimizni beqib qilyapmiz. Alloh taolo mushuning o'zi og'rimasin deb duo qilamiz. Ammo bu yerdagi masala nima degan vaqtda bir-birimizga dushman bo'lish bu o'z nihoyatda dushmanlik paydo qilish nihoyat og'ir bir o'zi jinoyat bo'lib ahli ilm orasida bundaq narsani paydo qilishga nihoyatda bo'lmaydigan bir ish. Biz bilishmaydigan bundaq bir odamlar bo'lmagandan keyin bilmaydiganlarga asosan endi men falan tunumayım deblik onu düşmanlık qilish hojati yo'q. Uni ilmiy asosda mayani men tushunolmay qoldim yoki mayani manda dedinglar bu men mening o'zini qabul qilolmayman bu nima asosida dedinglar desa, uningda biz uningga chiroylicha javobni beramiz. Ama asosan men o'ylayman, hozir bu Qur'ondan bayon programmamizni muqaddimasini bugun boshlabdik. Ammo buningda biz amalning bericha
o halkı cevapның özüne bu nimede bunun halkı şu ekranda biz sözlep atkan vaqtda bir sualdı qoyulgan bolsa, bunun biz şu naq meydanның özü cevap bermeymiz bunundan keyin. Aşna yezip qoysun, keler qatimda cevabını şunun qarta nim qilib cevabını berimiz. Ama chidab turib oxirigachilik anglasa, hamma masalalarning javobi chiqadi zaten. Uni aldirab berib, biz qilayotgan programma ichida ba'zi masalalar kallasini o'tmagan bo'lsa, bu savolning o'zini ostiga yezib qo'ysa bo'ldi, chiroyliqcha odamdek yezib qo'ysa bo'ladi. Ammo kelmagan savollarning o'zini u yerda aldirab yezishga hech qanday hojat yo'q. Zaten bu Qur'onda insoniyatniki butun ahvoliga qarta javoblar asosan chiqadi. Biz to'liq chiqaramay qolib qolsak, bir qism yaxshi o'qigan qarindoshlarimiz o'tirib qo'yib, "Meni maya qolib qoldi" deb to'liqlasa, Alloh rozi bo'lsin deb duo qilamiz. U nəhayət o'zi yana millatga to'hib qo'shgan yaxshi bir insonlar qatori deb o'ylaymiz. Shuning uchun biz har qanday bir sohadagi odamlarniki ilmiy bo'lishini hech birimiz millatning ziyniga ish qilish o'xshash bundaq bir ish bizniki nimamizni o'tmaydigan bir insonlar ekanligimizni, bizning tariximizni surishtirib qilib baqsin bo'ldi uning ustiga. Shuni hammasini qilib, bizniki bu muddaoyimizning nima ekanligini ashundan bilib olaydi. Biz butun shu Qur'ondagi masalalarni boyaman deganga o'xshash, asosan Uyg'urlarning masalasini hal qilish, har sohadagi masalasini qanday hal qilish uchun o'zi qildiganligimizni xalqimiz bilib qolsa bo'ladi. İnşallah kelar qatimda biz shu nimaning o'zini dinlar tarixi haqida to'xtalamiz, balkim bir qatimliq tugmaslik mumkin. 2-3 qatim, balkim 5 qatim ketish mumkin. Chunki nurg'unlagan dinlar va uningdagi maqsad muddaolar hammaning o'zini tafsil qilib ketmasak, biroz uni so'zlashga to'g'ri keldi. Uningdan keyin Qur'on aşı narsalarga qanday javob berdi? Aşı nurg'un bay deganga o'xshash o dinlar, nurg'un dinga e'tiqod qilgan insonlarni bir arada tutish uchun Qur'ondagi tutgan prinsiplar nima degandek, bundaq o'z nurg'un narsalarni o'ttirib qo'yamiz inshaalloh. Qur'on insoniyat jamiyatniki nihoyat yaxshi bir yerda yashay oladigan bir jamiyat qurishga nihoyat mukammal holatda bir prinsiplarni o'ttirib qo'yganligini shu vaqtda biz nihoyat yaxshi tushunib olamiz inshaalloh. Jiq so'zlab aytdim, qarindoshlarimizning balkim 4 eg'iz gapi bor. Ya Allah razı olsun. Hem daha Kur'an'ın nazar programısı, nazarına taşıdık. Hem de hazır bayağı hoca dikenimiz. Bu iş kişininki formatı, şekil, kayıt şekilde ne farkı var mı için? Nimişit bu program ortaya çıktı. Bu doğruluk kıskılan. Ahmetcan mı ya Ustaz mı? Ben biraz getiremiş yani. Qur'onning bayon deganimiz, bayon degan kelimaning o'zi buni biroz kengaytib tushuntirish degan ma'noga to'g'ri keldi. Ama anında asasen biz umumiy insoniyat qarta, misol bir odam ahkomlik kelgan chog'da bir odam zina qilgan bo'lsa, mayli Uyg'ur bo'lsin yo Arab bo'lsin yo har qanday bir millat bo'lsin, uni berilgan jazosi ma'vu degan to'g'riliqlar o'zi o'tdi. Chunki Qur'oni Karimda umumiy insoniyat qartilgan ahkomlar bo'lg'ashqa bu bayon qilindi. Ham buning degan vaqtda onun nima endi Qur'on nazar programmasida tarixiy voqeliklar asosan bayon qilinmadi. Ahmetcan. Ustaz chiqib ketdi. İnternet ketib qoldimi? Sizlar qani. Buyursiz. Benim diqqatimni chekkan yoki mening qalbimda bo'linish tegishli deb qaragan izohatdan birisi. Hozir qadar bayatın ismini tilga oldi ba'zan qarindoshlarimizni. İsmi tilga ilinmagan, bizga qarshi turgan, sukut qilgan, masalan, haqni bilib turib sukut qilganlar. Va yoki haq deb xato to'nib bilib haqni. Andan keyin bizni xato tushunib olganlarni umumiy zot bo'lib qilish umidi bilan Qur'onning aslida aqida, mazhab yoki millat yoki jug'rofiyaga tava qapsilib qolgan yeshimi tushunchasi bilan o'qib kunab qoldikcha biz Qur'onni. Shuningdan halqagan aslidagi masalan
nimeniki misaldan aniq bir misalni oladigan bo'lsak, assalomu alaykum deb Qur'on deydiq ba'da. Assalomu alaykum danglar degan so'z bor. Hı. Bu so'zni biz Allohning emri deb tushunib, vatanda burun "Vamsizlar" deb ko'rishadigan odamlar keyin assalomu alaykum demasak ko'nglimiz olmaydigan bo'lib, Hı. bu keyingi kunlarda o'zlashib ketdi. Hatto radio, televizorda hamma narsalarda shular chiqdi, boshlandi, Hı. umumlashdi. Lekin Kerim ustoz nima dedi desa, arabning tilidagi salom shu. Agar Hı. bir inglizning tilidagi salom bo'lsa, good morning denglar, Hı. how are you denglar, ni hao denglar misolanda. Hı. Ya'ni o'zining tilidagi o'ttiral bir salomni, ya'ni güzel bir salomni buyurdi deb tushuntirdi-da. Doğru. Mening hozirga qadar tushunib kelgan narsamdan birisi nima desa, bizning an'anaviy islomdagi qarindoshlarda asosan tafakkur yo'q, boshdan oyoq do'ramchilik ig'ir ekan. Buning nurg'un misollari bor. Hozir buni deb bo'lolmaymiz. Albatta u vaqtida to'xtalamiz. Asli mazmun qaytsak, bugungi bu Qur'ondan bayon programmasininki asosan maqsadi biz Qur'onni xato tushunibdikmi yoki xato tushunishga odatlanib kelib, uningdan biz hozirgi shu to'g'ri tushunishni qabul qilolmayotgandik. Mushuni bir yechilskan degan bir umid borchu menda. Hozir Hı bizni hı. tinglayotgan nurg'un qarindoshlarimiz asli bizga o'chmanlik qilib emas yoki hasad qilib emas. Bizda ishim yo'q, hasad qilgandagi ishim yo'q. Mushu tushunishda manda tushunishmi bor. Asli manda bo'lgan bo'lsa o'ylanib boqinglar degan shaklda ashulaning nazari tashlansa, ularni qayta ochsa, masalan, Alloh harom qilingan yemekliklarning qatorida sanab kelib, nima borda Allohning g'ayrining nomi bilan bo'g'izlangan to'g'risidagi Hı. hukm Evet. bor. Hı. Lekin Mishadami Kerim ustoz dediki, yemek içmekteki haramını sanab kelib, uning turlaridan bu deb keldi. Bu yerdagi haram amalga bo'lib taqiladi, u yemeklikka taqalmaydi u degan shaklda izoh berdi va shuning jug'rofiyalik nima grammatikalik tushuntirishini izohladi. Ya'ni Hı mushadimi hı. ba'zan qarindoshlar hech anglab boqmoqliq. Doğru. Mushundan o'xshaydigan o'zgacha, ya'ni mayli grammatikalik jihatdan bo'lsin, mayli u Qur'onning evrensel deb qo'ygan turishidagi olamshumul nuqtai nazardan chiqib turib kuzatishi yoki shariylishi bo'lsin, bayon qilinishi bo'lsin, mushularga bir bet ochdi qarindoshlar. Biz bu millatning birlikni parchalaydigan, vatanni unutildiradigan, dushmanning deposini o'ynaydigan, bu yerdan jiq uzoqda bizni tushunmagan qarindoshlarimiz bizning nima qilganimizni bilmaydigan, ko'z yumib g'ajaydigan yoki ayblaydigan ahvollar ig'irlab ketdi. Biz sabr qildik, chunki bu yo'ldagi nimamizni, maqsad g'oyamizni o'zimiz yaxshi tushunganligimiz uchun bu riyozatlarga bardoshlik berdik. Doğru. Bundan keyin yana beramiz, chunki biz nimaning haq, nimaning nohaq ekanligini asosan shu obdan tushundik endi. Shunday bo'lganligi uchun qarindoshlarimiz biroz sabr bilan o'tganki Qur'ondan nazar programmasining ko'may turib hojildi. Bu qitim bo'lsa Qur'onni oldiga echib qo'yib turib, boshdan bir kep baqsaq. Agar Hı. biz xatolashgan bo'lsak, ashadi naq maydonga o'rinlar yoki keyin danglar har qanday qilib bu xatoligimizni ko'zimizga ko'z qo'ysanglar, biz albatta uni tuzatishga biz bela olamiz. Lekin biz shunga ishondik, Qur'on manbalik din tushunchasidagi bu nima bilan uchqashgandan keyin Allohning bir Arabni yoki bir Yahudini va yoki bir Bani İsrailni va yoki hammasini alohida qilib yaratgan yeri yo'q. Hammadan insonlar sifatimiz bilan o'rtaq barobar yaratilganligimizdek, barobarligimizdek, shunda barobar bo'lganligimizdek zaminning hamma yeri, zamonning hamma chig'i,
Allah yaratgan barliq mevi çiviler, mesela homiyi sünnet. Aşna dep keldik ko. Ameliyatda şu yerde bana narsa homa olmagandan keyin boshqa narsa qalay yeydi u? Biznikidek o'rik olmaz, o'rik yeydi-da. Biz buna şu xata tushunibdik. Aş maymunluqdan kelgan odat bilan Moşularning hammasiga bir javob chiqib qoldi degan umidda men mushu Qur'ondan bayon programmasiga bir taqozo yana texim bir chunqurlagan. Bayat ustozim deb o'tib ketdi, texim bir kengaytirgan shaklda bo'ladi deb. Qur'ondan bayonga men bek nimqa qayrim Qur'onni bayon qilgin deb oyat bor. Ashundan ilhomlandida, chunki Qur'onning o'zini nim bo'lishini degan shakldagi nim bo'lganligi uchun bana aşı bekerek sebep oldu. Ya, Kerim Ustoz kirdi men bir bağlı. Allah razı olsun. Endi xulaslab aytsak, inshaalloh bu qatam bu da nim qilgan bu programmaning barliq izohat beradigan yoki shuni bir ruslar keladigan bir fursat bo'lib qolsa degan umiddaman. Allah razı olsun. Hammamizningki kutgan umidi bo'yicha onundan yaxshiroq bir natijalar chiqishi mumkin. Endi mana Ramazon yaqinlashyapti. Endi Ramazon qarta bir o'ylayotgan bir plan bormi yo'qmi? Endi Ramazon qarta ikki jumlalar tugitib olsak ham bo'laverdi. Zaten shu Qur'onda ikki jumla oyat bor. O maxsus bir program qilishga hojat yo'q, chunki uni to'xtalib bo'lgan nimada Qur'on nazarda. Hozir mana agar biz o Qur'onni birinchi qadamda bir boshni tutib nim qilamizmi yoki bo'lmaydimi o payg'ambarlarniki nemisini bir qur so'zlab o'tamizmi degan mandaq bir narsa bo'ladi emasmi oramizda. Bundaq bo'lgan vaqtida biz uni asosan bu ibodat e'tiqod qismiga kirish niyatim yo'q. Chunki bu asosan xalq namoz o'qishni bildigan bo'lgandan keyin, ro'za tutishni bildigan bo'lgandan keyin ash bo'yicha qilaversin. Agar to'g'ri qilgan bo'lsa, Xudo uni qabul qiladi. To'g'ri qilmagan bo'lsa, o'ziga hisob bo'ladi, misol. Endi bizniki hozirgi masala nima degan vaqtda islom, asosan islomni asos qilgan masala bo'lg'ashqa, islom masalasida bu bir tuzum. Ondan keyin o tuzumni amalga oshirgan insonlarniki tarixda qoldirgan ish izlari, uni biz qanday qilganda shunday qila olamiz degan masalasi to'xtalgan bo'lg'ashqa, biz mushunga qarab to'xtalsak bo'ldi, chunki Qur'onda masalan Musa alayhisolamning voqealigi eng jiq zikr qilingan bir nima, shu payg'ambarlar orasida eng ko'p shu Musa alayhisolamning voqealigi zikr qilindi, shu Bani Isroil voqealigi. Ashuna o'zim shuncha jiq o'zi voqealikning ichida ibodat to'g'riliq bir tuzuk bir kelimaning tayini yo'q. Misolda jamiyat to'g'riliq jiq to'xtaldi. İnsanlık qanday zulmdan qutuldi, qanday adil bo'la oladi, ish qilib ash soat jiq to'xtaldi. Unda bo'lgandan keyin biz u yerda namozga kirsak, namoz Qur'onda bir shakli tuzuk bir zikr qilinmagan. Chunki har millat o'ziniki bir ibodat qilish usuli bo'yicha ibodat qilsa, ya'ni Allohga qarta ibodat qilsa bo'lganligi qarta bir yo'chiq va misol. Biz hozir o'qiyotgan namozning o'zi bu arablarniki ibodat qilish usullari, misol. Bizning ajdodlarimizmi o'z vaqtida Xudoga duo qilgan vaqtida zaten namozning o'zi duo degan ma'noni bildirdi. Qo'lni osmonga ko'tarib shu duo qilib, shu nimalarniki shu qizil ming o'yinliki nimalarda maxsus shu narsalar bosh suratlar, endi duo qilayotgan yerlari misolga, shuni o'zi ibodat misolga maxsus shu hamma millatda o'zi qarta bir ibodat qilish usuli bor. Uni faqat Qur'oni Karim nim degan vaqtida u ibodat Alloh uchun bo'sli bo'ldi deylik. Chunki o namozni o'z vaqtida ular but uchun o'qiydigan, arablar but uchun o'qib kelgan. Undan keyin o Qur'on kelgandan keyin u butga qarta o'qishning hech qanday ahamiyati yo'qligi, faqat Alloh uchun bo'lsa, u yetarli bo'lganligi bayon qilingan. Uning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda her odam o'zining ko'nglidan chiqarib turib Alloh uchun o'zi bir duo qilsa, u bir yetarli bir duo, ya'ni namoz shundan iborat bo'ladi.
Xohlasa hozirgidek namoz o'qib qilsin, xolis duo qilsin, nima qilsa shuni qilsin. Zaten bu ibodat sohasiga men kirmayman degandan keyin Qur'onda chiqqan vaqtida shu yerda deb o'tib ketamiz. Bu mollaning bek tishiga tegayotgandek ketdik shu ibodat sohasiga kirib qolib, undan keyin namozni 3 vaqtda deyotgan, uni deyotgan, buni deyotgan, Qur'onni topqinimiz shu desak, uning ishonmaydi misol, Qur'onga ishonmaydigan insonlar bo'lgandan keyin. Aşığında qilqi bir problem bo'ldiki. Şuningga men bu sohada Qur'onda oldimizga uchrab qolib qolgan vaqtda udullab shuning o'zini mayli qanday zaman bo'lishini qat'iy nazar, ro'z tutgan zaman bo'lam, tutmagan zaman bo'lamdi. Shuni qarta deb o'tkazsak, qolganning o'zini shu o'zimizniki shu nima bo'yicha mansaq shu to'g'ri bo'larmi deb o'yladim. Qur'ondagi tartibi bo'yicha. Allah razı olsun. Hem de şu Nemimalik Mehmet Okyan deymiz, şu Türkiye'deki bir kısım ustozlarma Kur'an'ı bir baştan tutup açtaq tercüm qilgan yerleri var ekan-da. Video şu YouTube'da nima yoki? To'g'ri. Bu nayet yaxshi bir nima qanday degan vaqtda millat ashunga bir baştan da ko'rib Qur'onni u bosh o'zi bir ko'rib chiqa oladi degan gap shu video orqali ham. Ya'ni ma'nosini tushunib chiqa oladi degan gap. Menimcha şu biraz yaxshi oldu deb o'ylayman. Ashning ichidan roza, namoz, boshqa ibodatlarni topim desa, ashning tepasi bo'ladi. Biz mana shu program qilgan vaqtida maxsus shu ostiga namoz yoki roza haqida shu nimada shu programmada bir mazmunlar bor deb ostiga bir izohat yozib qo'yamiz. Ondan keyin bu halqa vahiy Nebinin Peygamber Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın 23 yıllık tarih kaldı bu Kur'an'ın nazil oluşunda. Desek ki Mekke'deki 13 yıl, ki Medine'deki 10 yıl mı? O şekilde. Mekke'de 10 yıl. Şimdi koy. Mekke'de 10 yıl. Mekke'de 13 yıl. 13 yıl. Muşu jariyan. Buna da nazil oluş tertibi boyunca da mesela Medine'deki nazil olan sureler bilen Mekke'dekininki nima uchun bu ikkisininki nimasi o'xshamaydi, nima uchun ataydi, uni Mekke'de nazil bo'lgan, Medine'de nazil bo'lgan. Buning sababi nima mesela? Aşağıdan maxsus to'xtalamiz, chunki buningda maxsus bir 2-3 yoki 4 dars bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki shu Peygamber Aleyhisselam Mekke davri qarta Qur'ondagi suralarning yerimi shu Mekke davriga to'g'ri keldiki. Yerimi Medine davriga to'g'ri keldiki, endi Medina tushgan suralarniki sal uzun suralar tushganki, shuning uchun Qur'ondagi oyat hisobiga kelgan vaqtda biroz jiqroq salmoqni egallaydi deb o'ylayman. Ammo buniki Mekke tushgan suralarniki ichidagi mazmunlar bilan Medina tushgan suralarning ichidagi mazmunlar biroz farq yerlari bor. Chunki mustaqil bir davlat qurgan vaqtidagi suralarning mazmun masalan Medinada Peygamber Aleyhisselam mustaqil bir davlat qurgan bo'lg'achqa, u yerdagi o'zi faoliyat, u yerdagi o'zi ahkam sohasidagi, siyosat sohasidagi ishlar Medinadagi o'xshamaydi. Medinada bir tabliğchi qatorida insonlarni bir tabliğchi qatoridalar o'zi da'vat qilib, Xudoga ishonish, yana o'zi va kaza ash sohatlarni qilgan, qo'lda hech qanday bir huquq bo'lmagan. Medine kelgandan keyin huquq bo'lgan vaqtdagi ishki o'rindagi nimalarmi o'xshamaydi nimasi tushgan suralarning mazmuni bilan Payg'ambar alayhisalom qilgan ish harakatlar hammasi cho'ng o'z farqi bor. Shuning uchun buningga alohida to'xtalishga to'g'ri keldi. Bu balkim shu ikki davrning o'zini sal tafsilroq to'xtalsak, 2dan 4 dars bo'lishi mumkin. Hozir 1 soatni bek oshirib dedik. Bugun meni 4 minut eshib ketdi. Amalning beri 1 soatni oshirib atmaymiz. Ashuna qilgan vaqtida 4 dars qilsak, shu menimcha biroz muvofiq bo'ldi. Buni biroz tarix so'zlashga to'g'ri keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu yerda qilgan ish harakatlarini biroz tafsillashtirish to'g'ri keldi. U yerda qarshi tarafniki voqealikni biroz nima qilish to'g'ri keldi. Payg'ambar alayhisalom u yerda olib bo'lgan ish harakatlari jannat jahannamni masalan Mekkada tushgan suralarda jannat jahannam voqealigi, Alloh rizoligi voqealigi, Allohning g'azab qildiganligi sohasidagi nima oyatlar ko'p o'rnagan. Allohning bor birligi haqidagi oyatlar ko'p o'rnagan.
Ma'u Madinaga kelgan vaqtda Madinada o'zi g'alaba qilish sohasida bu dunyoda o'zi bu dunyoda bir adolatni tiklash har xil sohada shu dunyolik ishlarga qarta hokimiyat qo'lga tushgandan keyin u sohadagi oyatlar biroz ko'proq bo'lgan. Shuning uchun bu yerda bu ikkisini nim qilib umumiy xulosa qilib, bundan keyin payg'ambar alayhissalomniki balkim arab dunyosiga keltirgan o'zi misli ko'rilmagan darajadagi bir yaxshi bir o'zi nima asos, ya'ni davlat asosini, davlat aqlini mundaq aytgan vaqtida yaratganligi haqidagi milliy ruhni paydo qilganlik haqidagi masalalarni nihoyatda tafsiliy so'zlash to'g'ri keldi buni. Shuning xudoyim bo'lsa, bu ikkisini undaqla so'zlab qo'yib, ayda undaq qilgan, ayda urush qilgan, mayli mundaq qilgan, g'animat olgan deb qo'yish u yaramaydi u narsa. Uniki oxirgichilik nima qilib, arablarniki masalan 1258-yilgachilik bu taraf turalligidek bir davlatga ega bo'lishiniki sabablarini butunlay asosi ashaga tayindi shu Madinadagi, Makka Madinadagi shu payg'ambar alayhisolamning ish faoliyatlariga. Hattoki ma'u nimaning o'zini ma'u nimate Ispaniyadagi o'z Umayya sulolasidan nima qilsak, u 1300-yilgacha hukm surganki. O vaqt deganda demakki 600 yildan ortiqroq hukm surgan bir davlatlarniki asosini, ya'ni davlat aqlini, davlat programmalarini tuzib bergan bir odam degan gap. Xuddi o'z vaqtida Botir Tanurov deyli o'zimizniki qahramonlardan, doiylarimizdan shu odamlar davlatniki tuzimining o'zini, davlat boshqarish usulining o'zini yaratib bergandan keyin turkiy millatlar 1000 yillarcha misol mustaqil davlat qurib shunday tuzumga asoslanib qilgan o'xshash bir ish. Bu nihoyatda muhim bir narsa bu. U bizniki bu diniy sohadagi insonlar o'ylaydi, payg'ambar alayhisalom kech kunduz Xudoga ibodat qil, Xudo degan bir deb ashuna to'g'lab yurgandeklar shunday bir narsa qilib o'ylaydi. Undaq emas u. Ashuna hammasi sabablarining o'zini, nima sababdan Xudoga ishonish sohasidagi bu so'zlarni jannat, jahannam shuning o'zini so'zlaganlikning sabablaridan tortib hamani bir-birlab o'tirib qo'yamiz. Xudoyim bo'lsa, buningga shu mushqatdan misol Qur'onni shu 4 odam birlashib tahrirlash jarayonlarida nurg'unlagan mazmunlar, ya'ni yangi mazmunlar kallamizga qachlandi. Umum mazmun o'zgarib ketmagan bo'lsa, biroz tafsil, texnik yaxshi narsalar bo'ldi. Inshaalloh buningga mendaq bir nim qilamiz deb o'ylayman. Shuningga uzilib ketdi, 1 soatdan oshmaydigan deyishgan to'q. Ba'zan mazmunlar yana biroz takrorlab qilib qoldi. Shu Qur'on manbalik dinni chiqqandan keyingi islomga bo'lgan ko'z qarashim axiri yug'urilib menga "Vala tamutunna illa va antum muslimun" degan oyatdagi faqat islomga kirib o'lsanglar agar, ya'ni islomga kirmay turib o'lmanglar hatta. Mana tarjima qilibdi. Ya'ni ashunda tuyuldi-da menga. Va bu islomning bir tuzilma ekanligini, ya'ni bir davlat tuzilmasi ekanligini qanoat keldim. Yani bir devletleşmeyi turib o'lmanglarmi degandek albatta. Gapning eng oxirgi meg'iz ashyadan chiqadi. Ashyadan ekan. Ya'ni bir devletleşmeyi turib o'lmanglarmi degandeklar tuyuldi. Buni Facebook'ga chiqarib qo'ydik. İnşallah bundan keyin yana bir texnik cho'nqurlashimiz mumkin. Ma'u vaqt itibariyle misha to'xtatildi. Demaganda degil bo'ldi. Ekran har zaman qo'limizda. Fakat qarindoshlarning vaqtini qilmaslik uchun. Bo'ldi. Shunga Makkadagi oyatlar insonlarning ichki qalbini isloh qiladigan qismi bo'lsa, Madinadagi oyatlar davlat barpo qilishga aloqador mazmunlar. Makkadagi oyatlarning hammasi Yevropaliklar o'z vaqtida 1800-yili qo'zg'al, och ham yalang'och qullar, qo'zg'al butun xorlarga inson degan bir she'rin chiqargan ekan-ku. Xo'sh. Ashunga o'xshash bütün insonlarning hammamiz barobar dunyoga biz o'rtaq ega bo'lishimiz kerak degan mandaq yakilish uchun uni deymiz ashuni nima o'tgan vaqtida. İnşallah. Tamam. İnşallah. Onuma nisiplar bizning Madinamiz bo'lar. Abdulaziz birodar tuvaqni yapılamsa. Bo'ldi. Nima atrofdagi ko'rarmanlarning hammasiniki salomatlik uchun duo qilamiz. Hammamiz biz uchun duo qilinglar inshaalloh.
Ammo savol so'rash kelib qolsa, ilmiy asosda shu nimaning ostiga yezinglar. Nihoyat o'zi xursand bo'lamiz. Savol so'ralsa yaxshi bo'ladi. Tamam. Allohga emanet. Sualdan korkmaymiz inşallah. Yani Davuz Kadırlık Kırındaşlar her haftanınki seyşembe günü mana muşunda saatte yine Kur'an'da bayanınki devamı da sizler bilen görüşünü ekranın altında kaydedin esrarlaşını Çin dilimizi ümit kılımız. Ustazlığıma rahmet, fidayetlerinize rahmet. Allah'ın özü emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.